Muallif Kamola. Hikoya nomi Onamning duosi meni o'zgartirdi. Birinchi qism. Yo'qolayotgan yo'l. Bu hikoya hayotini o'zgartirgan bir yigit haqida. Uning ismi Aziz. Oddiy yigit, lekin ichida asta-sekin yo'qolayotgan yigit. Azizning hayoti boshida yomon emas edi. U ham orzu qilardi. Yaxshi o'qish, yaxshi ish, yaxshi kelajak. Lekin vaqt o'tishi bilan hammasi o'zgara boshladi. Avvaliga oddiy do'stlar chiqdi, keyin kech qolib yurish boshlandi. Keyin esa uyga kech qaytish odatga aylandi. Har kecha bir xil manzara edi. Ko'cha chiroqlari xira, telefon qo'lida, quloqda musiqa va vaqt qanday o'tganini sezmasdi. Aziz o'ylardi, men nazorat qilyapman, hammasi joyida. Lekin aslida u hayotni emas, hayot uni boshqarayotgan edi. Uyga qaytganda esa har safar bitta odam uni kutardi, ya'ni onasi. U har kecha eshik yonida o'tirardi, go'yo Azizni kutib uxlab qolmaslikka harakat qilgandek. "Keldingmi, bolam?" derdi u har safar. Aziz esa tez javob berardi. "Ha, ona, do'stlar bilan edim." Lekin bu oddiy javob ortida bir sovuq odat yashiringan edi. Onasi esa hech qachon baqirmasdi, hech qachon janjal qilmasdi. Faqat jim qarardi va sekin xo'rsinardi. Bir kuni u Azizga dedi: "Bolam, sen juda ko'p tashqaridasan, lekin o'zing bilan yolg'iz qolmaysan." Aziz kulib yubordi. "Ona, siz hamma narsadan xabardor olaverasiz." Onasi esa javob bermadi. Faqat past ovozda: "Men seni Allohga topshirdim" dedi. Aziz bu gapni jiddiy qabul qilmadi. U o'yladi, oddiy gap, onalar shunaqa deydi. Lekin u bilmasdi. Ba'zi oddiy gaplar inson taqdirini o'zgartirardi. O'sha kecha hammasi odatdagidek davom etdi. Aziz yana kech qaytdi. Telefon, do'stlar, kulgi va vaqtning tez o'tishi. Uyga kelganda esa ichkarida iliq chiroq yonib turardi. Onasi oshxonada jim, sokin. "Keldingmi?" dedi u. Aziz boshini irg'adi. "Ha, ona." U xonasiga kirib ketdi. Telefonini oldi. Yana dunyo bilan band bo'ldi. Onasi esa oshxonada yolg'iz qoldi. U stolni tartibga keltirdi. Keyin sekin joynamoz tomon yurdi. O'sha kecha u uzoq duo qildi, juda uzoq. "Allohim, o'g'lim Nasra, men uni qo'limdan yo'qotib qo'yapman." Tashqarida shamol esardi. Uy ichida esa faqat duoning ovozi. Aziz esa boshqa xonada. Bularning hech birini sezmasdi. U o'ylardi, hayot hali oldinda, hamma narsa nazoratimda. Lekin aslida u asta-sekin yo'qolayotgan edi.